Siz mobilograf, SMM menejer, umuman olganda marketing va biznesga aloqador odam bo'lsangiz, videoni diqqat bilan ko'ring. Gulistondagi bitta o'quv markazi proyektimiz bilan ishlayotganimizda juda ham bir muhim keysga duch keldim. O'quvchilarni qaysi reklama kanallari orqali o'quv markaziga kelayotganini tahlil qilayotganimizda bitta o'quvchi ChatGPT orqali kelgani ma'lum bo'ldi. Ya'ni u o'quvchi ChatGPT ga Gulistondagi yaxshi matematikadan dars beradigan o'quv markazini menga tavsiya qil deganda, ChatGPT to'g'ridan-to'g'ri Element o'quv markazini tavsiya qilgan. Bu nimani anglatadi? 2025-yil dunyo bo'yicha sun'iy intellekt yili bo'ldi. Odamlar asta-sekin Google o'rniga ChatGPT dan qidiruv va maslahat olishni boshlashdi. ChatGPT esa javoblarni faqatgina ochiq ma'lumot manbalari asosida beradi, ya'ni rasmiy veb-saytlar, mahalliy media saytlari, Google xaritalari va YouTube orqali. Shu sababli Instagram va Telegramga million prosmotrlik videolar olishimizda yoki kontent qilishimizda endi foydasi bo'lmaydi. Kelayotgan yildan boshlab SEO, ya'ni qidiruv tizimlari optimizatsiyasi va PR eng muhim marketing instrumentlaridan biriga aylanadi. Marketingda hammadan bir qadam oldinda yurishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling.